Ulasimiz bo'l tez. Qani yallosh joy silkinib turolmaydiganmi? Tez bo'lma, tezroq. Putunni sindirib o'tmoqchimisan? O ko'chirgin. Bo'ldi, bamayli. Ayla qizday. Og'zingni shu. Oldirma, boshqalar o'qib qolmasin. To'g'ri. Toponni yishtirib qo'yma, ma'qul. Kesib aytalaymanki, u bizni qo'rqityapti. Shundasi bu. Qo'rqityapti-da. Ey! Yana nimaga qarab tursizlar? Bimboni topolmayaptimi? Sen uni naligini bilsanmi? U oyada. Nada? Chondaraqning kaynida yana nimaga qarab tursizlar? Chapsam bo'lami? U to'g'ri deydi, yuringlar. Shundaqning bog'lig'ini ko'rib baqaylik. Ma'qul. Chaqirganimni his qila olabsan. Men daraxt podshoyi. Men o'z irodamni senga yetkazaman. Nima? Men bu uni hurmatlashim kerak. O aql hozirlikdir. Sen to'lamsan? Yaqin kel bola. Qo'rqma. Bilamsan. Burun ota-onam doim yenimga kelib, men bilan paranglashadi. Siz ota-onamni to'lamsiz? Ha, biz yaqin do'stlardan edik. O'zaro ko'ngil bilishadi. Ben bu yerda hem issiqdal va o'rmonligida yashaydigan barliq hayvonlarni tanıyman. Do'sting Simba bilan bo'ri opangni tanıyman dedi. U jafodan qo'rqmay seni beqib oldi. Hammasini tanıydı ekansiz-ku. Ey Simes, Bimbo sarang o'p qopti. U daraxt bilan so'zlashyapti-ku. Ey, qaranglar, Bimbo o'rmonlikda daraxt podshoyi bilan so'zlashyapti. Daraxt podshoyi uni o'g'li bo'lib ekan-da.
Darak padişahı degan av yo'g'on darakmi? Bu Binbo'nun otasının dostu. Faqat shengmi ko'payapti. Men ishonmayman. Neydi bu bunda kuş olsun? Siz rastala dostum Simba'nı tanımsız? Tanıyman. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi uning maydasida qoldirgan yulduz belgilarini sen yaxshi ko'ramsan. Yaxshi ko'raman. Sendimi ashundaq belgilar bo'lsa qanday qilatdim? Ota-onamning intiqomini olatdim bo'lamdi. Ota-onangning qanday o'lib ketganligini bilamsan? Yo'q. Kela, men deb beray. Ota-onam 3 balani deb o'lib ketgan. Ular bak botur edi. Bichora Bingo so'rong bo'pti. Bu daraxt uni matton qilyapti. To'g'ri, alisini chaqiraylik bo'lamdi. Jura, cherchi. Mana. Voy, endi bo'ldi. To'tala. Appa, sen hozir turayotgan mushu joyda jon uzga. Binbo, men opang, sen cho'ng bo'psan, nurg'un do'stlaring bor ekan. Bek xush bo'ldim. Yig'lama, bo'lmasa opang azoblanadi. Sen uni ko'rmaganining bilan u sana ko'ngil bo'lib kelyapti. Ras, u seni ko'rib turdi. Bu qushlar baridan najab qishtiryapti. Bo'ldi, kapsizlik qilmanglar. Men ularni qo'g'lab etay. Ya qo'lima, ular menga muhtoj. Men ularni qo'g'dayman. Ular ustimga kamga tizidi. Ular da chiroyli ekan. Sizlar nima ish qilib bolamni g'idiqlaysizlar? Bolam, bu necha yoshlik daraxt podshosida otamsan. Opamiz biz yashamaymiz, u bizga bek amal, bizga yordam berdi. Ularni qo'rqitma, ular suv ichib olsin. Qushlarni suv ichadi.
bek chiroylikan. Qara Bimbo. Suv bo'lsa hayotlik manbai. O'simlik, hayvonlar ham insonlar uningdan ayrilanmaydi. Biz bu suvi tayinib o'simiz ham tabiatni, shundaqla tabiatdagi barliq jonliqlarni qo'g'daymiz. Shuni biz tabiat dunyosining qo'g'duvchisi. Biroq men insonlarning daraxtlarni kesib atganini ko'rdim. Bu nima uchun? Bu uchiga chiqqan kalvaliq. Daraxt bo'lmasa, yer sharida hayotlik bo'lmaydi. İnsanlarmı bo'lmaydi? Men suvni qadrlab daraxtlarni qo'g'dayman. To'g'ri, sen tamamen tushunibsan, Bimbo. Simba bilan Bimbo qani? Simba ishki fuksini tashlab ovga chiqib ketdi. Bimbomi birga ketdimi? O Chirchi bilan o'riqdan yana o'yin qilib ketdi. Ikkisini chaqirib kelinglar. Ma'lum. Bimbo! Chirchi! Ha? O'riqning yiniga berib boqayli. Ma'qul. Ay, Semiz! Semiz, o'riqdamisizlar? Hay, kimni izlaysizlar? Yaxshimisiz, olis Bimboni ko'rdingizmi? U Chirchi bilan o'riqni izlab ketdi-kan, ketdi. Nega? O'rmonliqqa, atrofga. Rahmat, men shu yerga borayli. Ma'qul. Endi nega borimiz, qandoq mo'ngimiz? Uqmayman, esbetga o'xshaymiz. Bimbo! Bimbo! Rolgan, shundoq. Orom! Kim o? Chirchidak qiladi uchira? Orom! Bimbo bormi? Bu sorong bo'p qopti. Undaq emas-da? Rost. Bimbo, yo'g'on daraxtni to'xtamay, aylanadi. O'ziga gap qilib birdan yig'layotdi. Bu rost. U cho'qim sorong bo'p qoldi. Biz olisni chaqiraylik deb turgan. O yana yilqinda o'tib oldimi ya? Bu hali tug'u. Hozir neda? Takiroq yedi. Uni qutuldirib olaylik. Ya, biz erib ketdik, bo'lmaymiz. Ya, qiz erib ketdik. Biz boraylik. Jur'atliroq bo'lsangiz, menga. Semiz, men qara. Semiz, kelasizlik o'ynaymiz. Yotgan qandoq o'timiz, ha? Aylanib bitaylik. Biz boshqa amal yo'q. O'ylanmasak mı bo'ladi? Men sakrab o'taman. Nima? Chirchi! Ular toz qoldi o'lgili. Kim turadi-ku? O'libdi. O'lmabdi, tiniqib ekan. Nima bo'ldi? Men tushkir otdim. Bu yemishinglar bana o'xshamamdi. To'g'ri, Bimboni izlab o'tdimiz. O'yin xiyoliy tuyg'u qo'zg'aydigan ot yog'on o'xshaydi. Undan keyin bu yo'l bilan mangmanglar. Suyruq qushqash ezib ketdinglar demidi. Sizlar
kerak desang bo'lmamdi. Bizni qutuldirib olganingizga rahmat. Sizlar boturkansizlar. Rasman. O yerda o'rmon markazida daraxt podshohi Apolba. O xosiyatli daraxt butkul o'rmonlikning tarixini xotirlab olgan. Şey barali, torsaydın halini peteyli Hakkon, yürünglar. To'xtanglar, men sizlarni o'tkazib qo'yay. Men ko'rik bo'lib beray. Kelinglar. Bilen gep oldu, Karl çırarak körüş yasaldı. Miyala? Paraxot manga delok qoldi. Oldimizdikan. Men uni ko'rdim. Bek yaxshi bo'ldi. Ben buni o'zinglar izdanglar. O qaytib ketdi, onami? Koçumen demeyi biz bilen birli bakın. Ma'qul, yuringlar. Ras bashqishtirdi, o titrab to'g'ri. Degine Bimbo, bu o'rmonlikni yoqtiramsan. Yaktırmen, pek yaktırmen. Yoqtirsan, qilib qolsang bo'ladi. Bu yerda opangning soyasini ko'rib tursan. Balam, bu yerda qanma. Bizning intiqomimizni ol. Şendim apa, dostlarımdan yanına gitey. Rost qaytib ketamsan. Ben sen badek battır bulup o ağan hasretlik soğunu alımen. Qilib qolsangmi ola olaysan. Ya, dostlarım bilen birli bolsam faydası tegidu. Özara yardımlaşsak, ilgirleşimiz tez buludu. Bir qarorga keldingmi? Şundak bir kararga keldim, hoş Apol. Hoş. To'xta bola. Sana yordam qilay deyman. Men ishdan burun degina, nemani yaxshi ko'rsam, sen bodi ba, aql farosat ham kuch qudratni mo. Men daraxt podshohi bo'lish suhbatim bilan o'rmonning kuchini, bizning aql farosatimizni sana berman. Yopurmug'imning sehri bilan cho'ng iyiq yulduzlar to'pi maydon belgi qoldirgandek sana yangi kuch ato qilaman. Qadrli Bimbo, endi bo'ldi. Maydondagi 7 belgi mangu o'chmaydi. Bunda hisob ko'ramaysan. Suv bo'yiga berib, soyangga qarab baq. Tez gelin menin küçümüz oraydı. Bu yangi kuch qiyinchilikni yengishingga yordam berdi. Hamma yerda qutqazilsan, ras bo'l. Ma'qul. Kelinglar do'stlar, kelinglar. Mayli. Qara, o o'zini darajadan tashqari bu hisob. Bizni mana shunday belgi bo'lsa, darajadan tashqari chashqan bo'lib ketadi. Senden o belgi bor bo'pti. Sen banikiga o'xshaydi ekan. To'g'ri, bu belgi bo'z texim chiroyli ko'rinish. Shunda texmi chiroyli, texmi aqlli ko'rindi ekansan. Kunlarni birida o'rmon podshohi bo'lib qolasiz. Kesib etalaymanki, u mangu eski podsho bo'lmaydi. Meni g'idiqlamanglar. Do'stlar, qaytib ketinglar. Oqshimi o'rmonlikda xatar jiq. Ma'qul, Appo.
Ma'qul, mana shunda qimmatli sovg'at berganingizga rahmat. Men uni joyida ishlataman. Bo'ladi, endi qaytib ketaylik. Yuringlar. Tez bo'linglar. Ya, avval bizga karamatani ko'rsatib qo'ymabsiz. Biz sana meni olaylik, ma'qulmi? Ma'qulda Bimbo, u ikkisi sendan ojiz. Ma'qul, qayda asaqli deysizlar. Bu mijozinglarni o'zgartinglar. To'g'ri. Rahmat, men yana kelaman. Qo'sh. Bir yeringlar og'rirdimi? Yo'q. Berapa? Pek hoş oldum. Chiroyli xo'p ketibsan. Cho'ng ayiq yulduzlar topiga o'xshaydi ekan. Bu belgi menga kuch berishlaydi. Men ko'pchilikka jiq yaxshi ish qilib beraman. Sen yaxshi bola Bimbo. Tirishib o'rganib kelgisi uchun puxta asos sog'in. Ma'qul, shunda qilaman. Sen bu xosiyatli kuchga erishdingmi? Ha, Adinaru, qara. Apol daraxt podshoyi tanlabdi. Siz Apolni tanimsiz? Umu eng aql farosatlik, o'rmon ilohi, menga o'xshashli bilimlik. Jiringlar, tomoq tayyor bo'ldi. Binbo! Simba! Apolning yordamida men xosiyatli sog'atga erishdim. To'g'ri, biz texi doimiy bo'la olamiz. Sen o'rmon podshohi, men daraxt podshohi. Seningcha men dodamdek farosatlik jasur bo'la olmaymanmi? Bo'la olaysan, seni cho'ngiq yulduzlar topi qo'g'daydi. To'g'ri, endi uxlaylik. Simba bilan Binbo shirin uyqudagi chog'da yulduzlarning kuch qudrati ham ajdodlari ularni qo'g'dimoqda edi. Bundan keyin ular ko'pchilikning umidini oqlay oldi yo'q. Zimmasidagi yuk yana qanchalik ig'irlaydi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.